Ammo lekin juda yaxshi, menga ma'qul. Choylarni ichsam yengil bo'lib qolaman, qandaydir. Men O'zbekiston tumani Ko'l Elash qishlog'idan keldim. Jo'riva Havoxonman. Meni buqog'im bor edi. Bir nafasim qisib qolardi-da. Doktorlarga bordim. Toshkentgacha ham borganman doktorga. Olib borgan. Bu yerda eshitib qoldim. Bu yerga keldim. Yangi ochilgan vaqtda bu yerda. O'shanda kelganman. O'shandan beri kelaman. Mana 2 yil bo'ldi, kelmay qo'ygandim. Yana o'zim ko'nglim yana shaqa tortib, yana keldim-da shu bugun 2 yilda orasida nima qilib, nimagaki mana ali choylarni, haligi achchiq tarvuz suvi bor-ku, ana shularni olib ichib nima ichaklarim tozalanib yurardim, yengil bo'lib. Yana oyoqlarim unaqa o'zimga o'zim bilinyapti, hozir og'irlashib qoldim. Esimdan ham chiqib qolibdi bekka kelib yurishim. Keyin bir kun qo'shnimiz aytib qolishdi. Keyin voy boraman dedim-da, kecha bugunga yugurib keldim-da yana shekka. Nimaga desiz, mana ali maza bor. Oyog'im og'riydi, oyog'imga surtasam, mana shu yaxshi bo'lib bo'laman. Oldin bekka kelib, o'sha nimalarni ichib davolanib yurganim uchun yana shekka keldim-da endi bolam. Ammo lekin juda yaxshi, menga ma'qul. Choylarni ichsam yengil bo'lib qolaman, qandaydir. Hammaga mana shu mahsulotni olishga tavsiya qilaman. Nimagaki o'zim foydasini bildim shuni.